Assalomu alaykum. Birlik tumanida joylashgan Birlik maktabimiz 2024-yili ochilgan. Bizning maktab bilim va tarbiya maskani. Maktabimizda 460 nafar o'quvchi tahsil oladi. Bu yerda o'quvchilarga chuqur bilim berish, ularni adobli va vatanparvar qilib tarbiyalash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Maktabimizda tajribali va mehribon o'qituvchilar faoliyat yuritadi. Ular har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratib, bilim olishga qiziqtiradilar. Darslar zamonaviy usullarda olib boriladi. Turli fan to'garaklari, sport musobaqalari va ma'naviy tadbirlar o'quvchilarning iqtidorini rivojlantirishga yordam beradi. Bizning maktabimizda o'quvchilar nafaqat fanlarni o'rganadilar, balki hayotda kerak bo'ladigan adob-axloq, do'stlik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni ham egallaydi. Maktabimiz keng va yorug' xonalar, zamonaviy jihozlar hamda tajribali o'qituvchilar bilan ta'minlangan. Maktabimiz binosi katta, shinam va juda ozoda. Hovlisida turli daraxtlar va rang-barang gullar ekilib, atrofga chiroy bag'ishlab turadi. Dars jarayonlarida kompyuter, proyektor va turli ko'rgazmali qurollardan foydalanadi. Bu esa o'quvchilarning fanlarni oson va qiziqarli o'zlashtirishga yordam beradi. Maktabimiz qisqa vaqt ichida ko'plab yutuqlarga erishdi. 2026-yili Olimpiadadan hamma fan bo'yicha yutuqlarimiz bor. Atab aytsam, rus tili fani bo'yicha bir o'quvchimiz 3-o'rinni, ingliz tili fani bo'yicha 2 o'quvchimiz 2 va 3-o'rinni, qozoq tili fani bo'yicha 2 o'quvchimiz 3-o'rinni va 3 o'quvchimiz 2-o'rinni, o'zbek tili fani bo'yicha 1 o'quvchimiz 2-o'rinni, huquq asoslari fani bo'yicha 1 o'quvchimiz 2-o'rinni, Qozog'iston tarixi bo'yicha 1 o'quvchimiz 1-o'rinni, 2 o'quvchimiz 2-o'rinni, matematika fani bo'yicha 3 o'quvchimiz 3-o'rinni, biologiya fani bo'yicha 2 o'quvchimiz 3-o'rinni, fizika fani bo'yicha 1 o'quvchimiz 2-o'rinni va ximiya fani bo'yicha 1 o'quvchimiz 3-o'rinni egalladilar. Men o'z maktabim bilan faxrlanaman, chunki bu maskan menga bilim, tarbiya va yorqin kelajakka ishonch bag'ishlaydi. Maktab inson hayotidagi eng unutilmas va qadrli dargohdir.